Assalomu alaykum ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Bugungi Uyg'ur maktab YouTube kanalining Microsoft Office yurishlik leksiyaninki davomida sizga docx o'jitini qandoq echish kerakligini so'zlab o'taman. Oldingi qatimliq sinda tushuntirgandek yoki oldingi qatimliq video orqali tushuntirgandek siz o'zingizningki iqtisodiy ahvoliga asosan Microsoft Office'ni setib olsangiz bo'ladi yoki Apache Open Office'ni tordan haqsiz tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Odatda siz Microsoft Office'ni setib olib qachlaganda sizga Word application, ondan Excel application tushadi. Word orqali shundoq yoziq bitirib qilamiz. Excel orqali jadvallarni bitirib qilamiz. Siz mushu Word orqali bir hujjatni qurganda, bu hujjatni saqlasangiz, hujjatniki kengaytirilgan ismi docx bo'ladi. Men oldin qatimliq sinni chiqargandan keyin menga nurg'un o'qirmanlar xat yozib, mushu Word yozgan docx hujjatini Open Office'da acha olamdiq, ya'ni hujjatni o'zira ochqili bo'lamdi deydi. Buni ochqili bo'ladi. Masalan, mana Uyg'urcha xat, mashqisi inglizcha xat. Unda bo'lsa, Wordni men hozir saqlay. Xatni bo'lgandan keyin, bu yoqdan siz save degan knopkasi yoki file'dan save degan bossangiz bo'ladi. Mana browser qilib, desktopga bir hujjat saqlay. Masalan, hujjatni qanday qism qo'yman deganda, masalan, buningga men misol .docx deb ism qo'yay. Ama shu yoki bir deb ism qo'ysam bo'ldi. Meniki birinchi hujjatim deb bir .docx deb. Mana save qildik. Hozir endi hujjatni ko'rib turibsiz. Buni o'chirib o'tib, agar docx-ni hozir açsam, bu bevosita Wordni ochadi. Chunki sistemada shu docx hujjatini Word orqali ochishga bekitib qo'ygan. Unda bo'lsa, buni Apache Open Office qanday ochamiz? Misol uchun sizning do'stlaringiz hujjatni Office'da qurdi. Unda sizda lekin bu Office yo'q. Open Office'ni tushirdingiz. Undaq bo'lsa buni qanday ochamiz? Bu nihoyat oson. Open Office'ni qachlagandan keyin buni ijro qilsiz. Bu yerda text document deydi. Open desangiz bo'ldi. Ko'pincha ahvollarda siz text documentni ochib, ondan ochsangiz bo'ladi. Masalan, text document degan ochdik. Ochgandan keyin mana hozir Word qoid Open Office rotor ochildi. Buni qanday qilamiz deganda, file degan hujjat yangi file, bu yerdan open ochaman deymiz. Ondan men qarasangiz bu all files ABK hujjatimiz meyada bor. Gayda bu hujjat ko'rinmaydi. Chunki sistemada bunda qaraydigan bo'lsangiz, bu Office'niki dastlabda bu mundaq turdi, text document deb. Bunda qarab turganda bu ekraningiz quruq turdi, hech kim ko'rinmaydi. Chunki sizningki saqlagan hujjatingizningki kengaytirilgan ismi docx. Shuni qanday qilamiz deganda, mushaqdagi hujjatningki tipidan, mana biz inglizcha drop down list deymiz, tizimlikdan siz ostiga sersangiz, mana bu yerda Microsoft Word 2007 XML docx deydi. Ya'ni demak siz shu docx hujjatni ochalaysiz. Mana chekkandan keyin hujjat ko'rildi. Mana hujjatni tanladingiz, click open. Mana endi hozir qarab turibsiz, bizniki xat nusxasi birinchisi g'alati ko'rindi. Buni qanday qilamiz deganda, xat nusxasini tanlab, siz bu yoqdan yoki bu yoqdan ustida olsangiz bo'ladi. Mana tanlagandan keyin xat nusxasidan, bu yoqdagi xat nusxasidan hozir biz eng ostiga tushiraylik. Biz aslida asliya nusxasini ko'chirgan. Mana hozir UKIG asliya.
Mana hozir dock hujjatini qanday ish kerak xat ko'rildi. Demak, hozir siz aslidagi Word orqali qurgan shu hujjatni bu Open Office'dagi dock orqali ocha oladingiz. Shunga siz shu Apache Open Office'da bir hujjatni qurganda siz qanday qilasiz deganda, masalan, men o'chirtayman, close qilib, yangi hujjat quray. Bu yoqqa masalan, this is my Open Office document abalay. And then bu yoqqa men yazar. Bu mening yozgan xatım deb olayli. Hozir bu xat obdan ko'rinmadi. Chunki bu xatning nusxasini tanlamasak bo'lmaydi hozir. Qantalaymiz deganda, mana UKIG aslan tanlasak, mana yozgan xat ko'rildi. Xatning nusxasini cho'ngaytdik. Buni hamda siz birazga avatay desangiz, bu patim bu yoqdan save qilsangiz, bu hozir qanday bo'ladi deganda, bu mana ODT bo'ladi, buni qarsak ocholmaydi. Qanday qilasiz deganda, bu yoqdan file'dan save as qilib, andin bu yoqdan siz save as qanday saqlayman? Bu yoqdan tanlaganda bu DOCX ni tanlasangiz, bu yoqdan ko'rildimi, ko'rilmayaptimi? Hozir manda ODT bor ekan, manda faqat doc qilib ekan. Buni urdi, siz DOC qilib saqlasangiz buni, doc hujjati qilib. Andin mana ism turaversin. Buni save qildik. Save keep current format, hozirgi format saqlamsiz deydi. Buni keep dedik. Endi men o'chirib hozir. O'chirayotgan ekan, bu mavjud bo'ldi, untitled one. Buni siz ikkinchi cheksangiz, bu Word hujjatida mana ochildi. This is my document deb. Buniki Uyg'urcha xat yo'qolib ketibdi. Asli Uyg'urcha xat saqlanib qilish kerak. Demak, nima demoqchi deganda, siz shu Office bilan bu Open Office'ni o'zaro bir-biriga moslashtirgan holda ishlatsangiz bo'laveradi. Shuna qilib, bugungi bu leksiyada Apache Open Office bilan Microsoft Office'ning o'tirisidagi hujjatlarni bir-biriga orqali qanday eshitishni so'zlab o'tdim. Darsning davomini keyingi senda anglang.